شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Sura Baqaraninki 234 oyatiga keldik. Allah subhanahu wa ta'ala 234 oyatda shunda deydi: "Estaizu billah والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وأشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير." Endi bilginimizdek iddet ayol kishi eri bilan bir oilani buzgandan keyin, ya'ni er ayol o'rtasidagi oila munosabati uzilgandan keyinki mayli u munosabat taloq vasf bilan uzilsin yoki yo'ldoshi vafot topqanlik sababidan uzilsin, shu munosabat uzilgandan keyinki ayol kishining yana bir oila qurishi uchun saqlashga tegishlik Allah subhanahu wa ta'ala belgilab bergan vaqtni biz iddat deymiz. Oyat, bugungi oyat shu iddatning ma'lum bir turi haqida so'zlaydi. Biz ilgirki oyatlarimizda taloq, nikoh haqida to'xtalib kelayotgan, nikohning boshlanish, qiz tanlash, oila qurish, buning yo'llari haqida so'zlab kelayotgan. Endi bugungi darsimizdagi iddat masalasini başlaştan ilgili, bu haqda tafsili to'xtalishdan ilgili, oyatning mazmuniga kirishdan ilgili bilib olish tegishli masala, iddat ya taloqdan keyin tutiladi, ya eri vafot bo'lgandan keyin tutiladi. Agar taloqdan keyin bo'lsa iddat normal ahvol ostida, er ayolni taloq qildi, aile çoğuldu. Bu vaqtda ayolning tutulgan iddati ilgirki oyat o'qib o'tganimizda 3 quru deglik. Ya'ni 3 qatim hayz ko'rish yoki 3 qatim pok bo'lish. Endi taloq qilingan ayol favqul adda hayz ko'rish yeshiga yetmagan kichik bo'lib qolsa yoki hayz ko'rish yeshidan eshib ketgan cho'ng ayol bo'lib qolsa, bu vaqtda 3 quru degan hukm 3 oyga yetkiladi. O şekilde ayol kishi shu taloqdan keyin 3 oy iddat tutadi. Biz taloq haqida, agar taloq raj'iy bo'lib, iddat ichida taloq raj'iy bo'lsa va iddat ichida bu oila taqi chuvilmagan bo'ladi, er ayol munosabati üzülmegen buludu, er hesaplanıdı, ayol hesaplanıdı. Bu vaqtida iddat ichida oilani qaytadan burunga o'xshash davomlashtirilish fursati bo'ladi. U yerda tahi erining ayolning mas'ul vazifasidan ajrag'ini yo'q, ayol kishimi er kishining mas'uliyat doirasidan chiqib ketgani yo'q. Ya'ni burunqidek er ayol holatda bo'ladi. İddet tugashdan ilgari qanaqasi bo'ladi? Oilani bo'ldi davomlashtirildi deb qarorga kelgan bo'lsa, davomlashtirsa bo'ladi. An iddet tugagan vaqtida bu oiladagi er ayolning munosabati tugagan bo'ladi. Agar undan keyin yarashmoqchi bo'lsa, xuddi yot ayolga, masalan, xirda olib berib, uningga so'z berib, uning muvaffaqatini qo'shilishini olgandan keyin
Yeni toylaq ve yeni nikah bilen andan keyin bir öğütüsü buludu. Yani bu mu? Yani belgilengen 3 qetimlik talaq dairesinde buluş gerek. Yani bir qetim talaq qildi, iddet tügüdü, iddet chiqib ketdi. Ayol qayta yeni şöveliş uyuğu kep qaldı qarasaga. Yeni öliş buludu, ikinci qetim buludu, üçüncü qetimgacha bu buludu. Endi bir qetim talaq qildi, yenişti. İkinci qetim talaq qildi, yenişti. Üçüncü qetim talaqqa vaqtida. Allah ayolni bu yerda bir qo'digan bo'lib, ayol undaq o'yinga o'xshash xolisi qo'yib, xolisi oladigan bir qo'nchoq emas. Uning o'zbekislik bir hurmati bor. Ayol kishini qaytadan er kishining yana bir oilaga akirish, yana qaytadan yenishib olish huquqi bo'lmaydi er kishining vaqtida. Ayol kishi mutlaq boshqa odam bilan to'y qilish kerak. Boshqa odam bilan normal shaklda to'y qilib, o ailede yana bulanmay, buzuşup ketsa, yana ayrılıp ketgan vaqtida ondan keyin ilgirki ire qanaqasi bo'ladi, yenishuvasi bo'ladi. Yani yenishib olish xuddi yangi to'y qilganga o'xshash yenish bo'ladi. Bu talaq ahvoli. Ondan keyin bu ahvollarni biz ilgirki oyatlarda bir qurqanaq o'tdik, ko'rib o'tdik. Endi bugungi oyatda kimning masalasi desa, talaq qilingandan keyin ayolning tutadigan iddati masalasi ilgirki oyatda o'tdi-ku. Ma oyatda eri vafot topgandan keyinki ayolning tutadigan iddati haqidagi hukmlar qilgan oyat. Oyatda deydi, eri vafot topgan ayollar وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا eri vafot topgan ayollar 4 ay 10 kun saqlaydi. Muşu vaqt to'shqan vaqtida shariat yo'l qo'ygan doirada normal faoliyat qilsa, buning sizlarga gunoh yo'q deydi Alloh Qur'onda. Mazir oyatda. Ya'ni xuddi normal ayollarga o'xshash elchi kirgizganlarning oldiga chiqsa bo'ladi, ularning fikrini anglasa bo'ladi, ular bilan paranglasa bo'ladi, ular kelgan elchiga rozi bo'lib qolsa, o'zining rag'batini bildirsa bo'ladi. Normal ayolga o'xshash tasarruf qilishi, harakatda bo'lishi u to'g'ri. Ammo doiradan chetnab ketgan shaklda va yoki yuqorida belgilangan ahkomlarning sirtida ish qilishi to'g'ri emas. Vallohu bima ta'maluna xabir. Bu yerda kimning to'g'ri qildi, kimning to'g'ri qiyofatga kirib olib xato ishlarni qildi, kimning niyati to'g'ri, kimning niyati xato, kim Allohning ahkomlarini ijro qilmoqchi, kim ijro qilmoqchi emas, bularni Alloh subhanahu va taolo hammasini bilib turdi. Endi demak bugungi darsimizda qarindoshlar, eri vafot topgan ayolning iddati haqida keldik. Eri vafot topgan ayolning iddati 4 ay 10 kun. Normal ayol bo'lib qolsa, homildor emas bo'lib qolsa. Endi homildor bo'lib qolsa-chi. Homildor ayolning normali talaq qilingan vaqtida tug'ish orqali iddati tugaydi. Masalan, eri vafot topgan ayol emas, bir odam ayolini talaq qildi, homildor talaq qilib 9 oydan keyin tug'sa, 9 oydan keyin iddati tugaydi. 2 oydan keyin tug'sa, 2 oydan keyin iddati tugaydi. Demak, talaq qilingan ahvol ostida homildor bo'lib qolsa, shu homilini tuqqanda iddati tugaydi. Endi bugungi darsimiz eri vafot topgan ayol. Normal ayol bo'lib qolsa 4 oy 10 kun keyin, 4 oy 10 kun. Endi ayol homildor. Yo'ldoshi vafot topdi. Normal homildor ayolning iddati tug'ish orqali tugaydi. Homildor emas eri vafot topgan ayolninki 4 oy 10 kunti. Bu ikkisi qanday qiladigan bo'lsa, ayol ham yo'ldosh vafot topdi, 4 oy 10 kun degan hukm buning haqiqatimi? Kuchga ega ham homildor homilisini tug'ish degan hukm iddatining tugishin. Kuchga ega ikki hukm bor bu yerda. 4 oy 10 kun degan hukmi bor, homilisini tug'ish degan hukm bor. Abturninki bu yerda tarjih qilgani nima desa, ikki hukmning qaysi uzun bo'lsa, shu kuchga ega bo'ladi deydi. Ya'ni yo'ldoshi vafot topgan ayolning homilisi 2 oylik bo'ldi. 7 oydan keyin tug'digan bo'lsa, 7 oydan keyin qana qiladi, iddati tugaydi. Agar
iri vafat tapkan hamildar ayal 9. ay deyken. Vafat tepip 2-3 günden keyin tug'ibdi bo'lsa, bu ayalning 4 ay 10 gün. Yani ikki hükümning qaysi uzun bo'lsa, şu bunun haqqida kuchga ega deydi. Endi yana bir bilik ulamalar musha kelgan vaqtida bir hadisni dalil qilib turib, ayol kishininki iri vafot topgan taqdirda şu hamilisini tug'di, iddati tugaydi. Ma şekilde. Yani hamilisini tug'ish bilan iddati tugaydi degan hukm kelgan ulamalar ham bor. Hamda Abdurrahimahullah bu yerdagi iddat masalasidan maqsadni tahlil qilish orqali odatda normal ayolda masalan men tushundirganlar 4 ay 10 kun deganni tushundirganlar o'g'il bo'lib qolsa 3 oyda mitraydi, qiz bo'lib qolsa 4 oyda mitraydi. Shunga eri vafot topgan ayol eng ehtiyotli sudni 4 ay 10 kun iddati deb tushundirgan ahvollarga qarata Abdur javob berib normal ayollar iddatni nima uchun tutadi degan vaqtida, yana homildarmi, emasmi? Yani qo'saqda bola bormi, yo'qmi? Bola bo'lib qolsa ilgirki iriga tava bo'ladi, bola bo'lmay qolib qolsa, to'y qilgandan keyin an tuqqan bolaning nasibi yangidaga tutishudi degan mushu bola, qo'saqda bola bormi, yana homildarmi, homildar emasmi? Mushu masalani oydinlashtirish uchun iddat tutiladi. Bu iddatning asosiy maqsadi. Bu 3 hez ichida oydinlashadi. Endi nima uchun iri vafot topgan ayolga 4 ay 10 kun vaqtni belgilab berdi desa, bu yerda irining haq hurmati bor. Iriga bo'lgan bir vafodorlik masalasi bor. Ya'ni o ayolning homildor yoki homildor emasligini ayirishdan boshqa iriga bo'lgan bir vafodorlik bor. Agar homildor bilan homildor emasni ayirish masalasi bilan bo'lib qolsa, odatdagi taloq qilingan ayolga o'xshashlar 3 heyzni qana qilsa va asos qilsa ish tugaydi. Lekin merdagi masala homildorlikni bilish va homildormi emasmi buni bilishdan eshib iriga bo'lgan sadoqatni ifodalash masalasi so'm kuchga ega. Deydimi Abdurashmoga qana qilib sabab bayon qilib. Shu yusidan iri vafot topgan ayol agar homildor bo'lib qolgan taqdirda masalan, bayatdanki hikmetini asas qilganimizda bir ayolning yo'ldoshi bugun soat 2 bilan vafot topdi. Ayol kishi irini dafn qilishdan ilgari kashda tug'di. Bu ayol kishi atsi to'y qilsa bo'lamdi masalan. Agar tug'ish bilanla buning iddati tugaydi degan fikrga borganimizda bu bir iriga bo'lgan samimiy sadoqatlik, vafodorlik masalasiga qarshi chiqadi. Ham iri ilib ketgan ayolning 4 ay 10 kun iddat tutilishdan iborat bu hukmning asosiy maqsadi bu yerda amalga oshmaydi. Shunga boshqa ini qo'sni qilganda silkalishdi. Iri vafot topgan, o'zi homildor bo'lgan ayollar iddat tutish masalasida ikki hukm bor buning oldida. Iri vafot topganlikning iddati 4 ay 10 kun, homildorlikning iddati hamilisini tug'ish. Yani ikki iddat tutish yo'lining qaysi uzun bo'lsa, shuni tutadi. Ayol kishi tug'di, yo'ldosh vafot topgili 3 kun bo'lgan, 4 ay 10 kun tutadi. Yo'ldosh vafot topdi, homilisi 1 oylik, 2 oylik, 7-8 oydan keyin tug'di, tuqqandan keyin chiqadi. Ya'ni ikki iddat tutish muddatining qaysi uzun bo'lsa, shuni asos qilib tutadi deydi. Bu masala mushuni bilan qana qiladi, oyoqlashadi. Yani doğanda bugünkü ayetning mazmunini xuloslagan vaqtimizda ayol kishi normal homildor emas holatda eri vafot topsa 4 ay 10 kun iddat tutadi. Agar homildor holatda eri vafot topsa hamilisini tug'ish yoki 4 ay 10 kun ikki muddatning qaysi uzun bo'lsa, shu vaqtni asos qilib iddat tutsa bo'ladi. Endi iddat ichida ayol kishi normal ayollarga o'xshash qana qilmaydi, ish harakatda bo'lmaydi. Ya'ni boshqalar bilan paranglashmaydi. Eriga vafo qilish ustidan uydan sirtiga ehtiyoj ustidan boshqa gap. Ammo masalan
elchilar keldi deyilgan, elchilarning oldiga chiqmaydi. Boshqalarga chiroyli ko'rinadigan har qanday ishni qilmaydi. Har qanday ishni qilmaydi. Faqat o'z uyida, ya'ni biz Uyg'ur tilida qarliq tutish deymiz ya, eriga saq 4 oy 10 kun qarliq tutadi. Yani güzel kiyimlarni kiymaydi, ziynatlanmaydi, xushpuroq ishlatmaydi. Mandaq jetgan vaqtda eriga vafodorlikni bildirish vaqti 4 oy 10 kun. 4 oy 10 kun. Endi oyatni bayatdan darsimizning oraliqida tarjima qildik. Tarjima qilish jarayonida bundan bir nuqta balkim sizning diqqatingizni tortgan bo'lishi mumkin. Alloh subhanahu va taolo oyatda mana shaklda ifodalangan. Yo'ldishi vafot topgan ayollar 4 oy 10 kun saqlaydilar bo'lib. 4 oy 10 kun to'shqandan keyin ular chegara ichida, ya'ni belgilangan doir ichida ishlarni qilsa, ya'ni elchilarni qabul qilsa, ma'lum darajada yasansa, masalan, to'y qilish uchun tayyorlik qilsa, sizlarga gunoh yo'q deb sizlarga deb bir ifoda qo'llanadi. Bu ifoda ayollarga emas, erlarga qaratilgan ifoda. Arabcha bildiganlar buni tushunadi. Fala junaha alaykum deb erlarga xitob qilyapti. Ya'ni bu yerda nima demoqchi desa, ijro qilinmoqchi bo'lgan bir hukm hamma musulmonlarning ustidagi bir mas'uliyat. Gerçi hüküm ayollarga xas mesele. İddet meselesi ayollarning meselesi. Ama bu yerde bunun nazoratçılık kıldığını, bunu mesuliyet dairesiga alıdığını erler. Her müminge qarata mesul. Müminlerge öz aran yemo mesul. Bir mümin, yani bir mümin ayolninki şirket faaliyetide, mesela iddet dairesinde İddetning ahkamlariga qarshi ishni bir ko'rsa, masalan, ayol kishi iddeti tugmadi, er vafot topgan ayol kishi. Iddeti tugamasdan o ayol iddetning qoidasiga qarshi harakatlarda bo'lsa, nima deyish kerak? Nima uchun mana shuni qilasiz? To'xtang, siz iddetning ichida. Sizning iddetingiz to'shmasda, mana shuni qilsangiz bo'lmaydi. Sizga elchilar kelganlarni qabul qilsangiz bo'lmaydi, ularga yasansangiz bo'lmaydi degandek mas'uliyat erlarga yuklanadi. Shunga oyatda fala junaha alaykum. Ayollar iddeti to'shqandan keyinki normal ish faoliyatlarida ansiga gunoh olmaydi deb ma shaklda ifodalanadi. Qanaqdir bu yerda nima ishim menimki, u ayollar men nimichi deydigan ish bo'lmaydi. Bu chambarsiman mangadigan ish. Ayolning yiqinlari, akalari, ukalari tadallar bo'lib qolsa, avvalan hukm ularning ustiga uchun mas'uliyat. Ular bo'lmagan ahvol ostida atrofdagilarga tushadi. Mush shaklda kelib, mu'min jamiyat, ya'ni islomiy jamiyat o'zaro birisi-birisiga qana qiladigan, mas'ul bo'ladigan, birisi-birisidan yaxshi tavsiyalarda bo'ladigan, birisi-birisining ahvolini nazorat qiladigan bir jamiyat bo'lishini taqozo qiladi. Shunga Alloh subhanahu va taolo dunyoda nijot topadigan mu'minlarningki sifatlarini bayon qilgan sura val asrda nima deydi? Va tavasav bil haqq va tavasav bis sabr. Ya'ni ziyondan qutulib nijot topadigan kishilar o'zaro bir-birini haqqa tavsiya qiladigan va sabrga, bardoshlik turishga tavsiya qiladigan degan shaklda sifatlaydi. Oyatda qo'llanilgan va tavasav degan so'zning arab tilidagi ma'nosi har odamga degan gap. Qanaqdir davomliq ma'lum bir bo'lak kishilarga emas. Davomliq yurt mahallidagi qarmi yoki damullam yoki ahli ilmlar yana birlariga emas. Her adamga haqiqatni tavsiya qiladi. Her adam yana bir tarafda xatolikni ko'rsa, uni tuzitish ogohlantirishi beradi. Beda bir iymoniy ojizlikni ko'rsa, bir ahkomlarni, diniy qonunlarni ijro qilmaslikni ko'rsa, uningga tuzitishga yordam berish, vasiyat tavsiyalarda bo'lish majburiyati bor. Sen başqalar shunday ahvolni ko'rsang, sening ustingda mas'uliyat va seni boshqalar ashta bir kamchilikingni ko'rib qolsa, diniy ahkomlarni tatbiqlash, diniy hukmlarni uyg'ulamaslik, ijtimoiy jamiyatdagi ma'lum bir xatolik, munkarlarni ko'rsa, boshqalarning sana tavsiya qilish huquqi va mas'uliyati bor. Ya'ni
Allah subhanahu wa ta'ala İslami cemiyetninki özara bir-birisiga haqiqatni tavsiya qiladigan, yaxshilikni bir-birisiga tashabbus qiladigan, xatoliklarni o'zaro tuzitishadigan bir jamiyat bo'lishini Allah subhanahu wa ta'ala qanday qiladi? Xohlaydi. Endi bu yerda qandaqdir? Ma'lum bir tipdagi kishilarga xos emas, boshqa davomli yaxshilikqa tavsiya qilish, balki jamiyatning hammasi o'zaro bir-birisiga tavsiya qiladi. Chunki insonlardagi jamiyat, bu insonlarning psixikasi o'zgarib turadi. Bugun A xatolashsa, ertasi B xatolashadi. A xatolashgan vaqtda B uningga yaxshi tavsiyada bo'ladi. B xatolashgan vaqtda A uningga yaxshi tavsiyada bo'ladi. Bugun men ma'lum bir jihatda qiyin bir ojiz ahvol uchib qolishim mumkin. Boshqalar menga tavsiyada bo'lib, meni yetaklab shu qiyinchilikni yengishimga yordam berish kerak. Gunoh ma'siyatga uchib qolmasligim kerak, halak uchib qolmasligim kerak. Ayta uchib qolishi mumkin. Men uningga yaxshi tavsiyada bo'lib, uning shu gunoh ma'siyatdan atilishiga, shu diniy ahkomni tatbiqlashiga yordamda bo'lishim kerak. Mana bu Qur'oni Karimdagi fala junaha alaykum degan oyatning tahdidan chiqadigan o'qimlar. Bu yerda ayollohga manda qiz gunoh olmaydi demadi. Ayollarning iddati tugandan keyin ayollar manda shuni qilsa, sizlarga gunoh olmaydi davodudir. Yani şunu demekçi ki bizge hiç kim mesuliyetten kaçıp kutulman demesin. Nemişim benim sonum bu olmasa, ya benim hedem bu olmasa, ya benim kızım bu olmasa demesin. Cemiyetteki her bir ayol, cemiyetteki her bir her adamın mesuliyet dairesidir. Her adam, her mümin yeni bir müminge mesuliyet sahibi. Yüzbegen hatalıklar ve doğruluklarda her tarafınınki nemesi buludu, mesuliyeti buludu. Hem ayol kişi şurada iddet tükenliğine ayetinin özüge qaytıp gelsek, şeriat yol koygan dairde zinetlense buludu, elçi olup kirgenlerine nispeten yasansa buludu, aldığı çıksa buludu. Müşahede meselen Allah subhanahu wa ta'ala bizden özümüzge taşlap koyuyordu. Mesela şekli mesele emez, vücudundan çıkır buluş gerek. Sen o şekilde kirivelip, bu şekilde kirivelip, ana bunda kıldım go develip başka yol tutsan, vallahu bima ta'maluna habir. Bizden kılgan her bir işlerimizni, her adamın kılgan her işlerini Allah subhanahu wa ta'ala bilip durdu. Herkesmi men başkalarının közde munda kıldım go, munda köründüm go, men başkalar ayıplayanmaydı go, aşta kısımdaki aşta kıldım go dep hiyligerlik kılıp, yoki saxtalık kılıp başqacha yol tutulgan ishni her güzmü qıpsamısını hiç kim demekçi. Endi Allah subhanahu wa ta'ala ilgirki meyli nikah meselelerinde o'qib o'tgan ahkamlar olsun, talaq meselelerinde, iddet meselelerinde o'qib o'tgan ahkamlar olsun, bu orqali ayolning va erninki haq huquqini himoya qiladi bu yerda. Bütün ahkamlar orqali erning va ayolning hürmetini, şerefini qanaqıvatıdı, qoğdavatıdı bu yerde. Yani mesela iddet meselesini desek, bir ayol şuna talaq kılınsa, ayol kişi erden acırap, özünü oңşap, ikinci bir turmuşga tayyorlik qilib qo'yguncha, bir mas'uliyat, ayolning mas'uliyati birisining ustiga tushishi kerak. Allah subhanahu wa ta'ala bu vaqtini iddet vaqti deb bekitish orqali erni şu ayolga şu vaqtning o'zida mas'ul sayda qilib bekitdi. Ya'ni garchi sen ajrashding, ammo iddet mezgili tashlab o'tmaysan uni. Iddet mezgilida ayol sening mas'uliyat doirangda. Ayol kishi mushu 3 oy 4 oy vafot topgan vaqtda mushu mezgilda o'zining ruhiy, psixologik tayyorliqlarni bitirdi. Ruhiy besimlarni azaltdi. Sal o'zini o'ngishib oladi, asliga kelib oladi. İkinci bir aile qurishga tayyorlik qiladi. Bu tayyorlik jarayonidagi butun mas'uliyatni ilgari eritib bo'ladi. Bu bir masala. İkinciden yana bir nokta, ajrashishlar ba'zida oddiy küçük bir sebep tüpeyliğinin bo'lib qolishi mumkin. Turmushdagi ba'zi kelishmaslik tüpeyliğinin asli ikki tarafdan bir taraf shunda sovuqqonlik qilsa o'tib ketadigan ba'zi oddiy ishlar tüpeyliğinin masala ig'irlab talaq holatiga berib uy ayrilgan bo'lishi mumkin.
3 ay iddet muddatini qo'ygandan keyin 3 ay ichida balkim erining achchig'i yanadi, ayol kishining achchig'i yanadi. Shuning bilan qayta 3 ay iddet mezgilida erining doirasida yenilish prostuva yo'q emasmi darsimizning boshida. Ya'ni nikohsiz, to'ylaqsiz yenilish prostuva, taloq rachi yo'q qolsa. Ya'ni bu yerda bir azroq yo'l qo'ydi Alloh subhanahu va taolo. Oilani buzmaslik, davomlashtirish uchun bir fursat qo'ydi. Bu bir tarafi. Yana bir tarafi iddet masalasiniki degandek oddiy sabablar tufaylidan oila buzilish darajasiga berib buzilgan bo'lsa bu oila ayol kishining kallasimi, er kishining kallasimi bir ishlar bo'ladi. Ya'ni bir insonda shayton bo'ladi deganimizga o'xshash. Ayol kishi eriga qarta, ya'ni ko'rsatib qo'yish, intiqom elish bir xil psixikasi bo'ladi. Agar iddet belgilanmasa, ash bugun ajrashdi, ertasi o'g'inisilan xap sening shunda qilganingga ko'zing ko'z qo'ymaydigan bo'lsam deb to'y qilitishi mumkin. Balki uning bilan keyingi oilasida normal turmushni davom qila oladi yo qila olmaydi. Ammo aslidagi oilasiga yetmaydi har holda qanday bo'lsin. Ya'ni aslidagi oilaning saqlab qilish fursati yo'qaydi bu yerda. Shu iddat ayol kishini qo'g'daydigan, huquqini himoya qiladigan bir rishatka şekilde yol qo'yilgan bir ahkam. Başka erlermi masalan, ajrashganlarning peyg'ishadigan ahvollar var. Masalan, ishlarni tezroq bitirib iddet yol qo'ygandan keyin ulam yaqinlashmaydi. Demak, ayol kishini qo'g'daydigan, boshqani yaqinlashtirmaydigan, erni yiroqlashtirmaydigan, yot erlarni yaqinlashtirmaydigan bir mezgil. Bu mezgil ayol aslidagi oilasini davomlashtirish imkoniyati olgan ahvol ostida ayol kishini qo'g'dash uchun qo'yilgan bir mezgil bo'lib qolsa, agar ayol kishi u oilani birlashtirmay, davomlashtirmay, yangi oila qurish uchun yangi oila qurishni niyat qilib bo'lgan bir ayol kishi bo'lib qolsa, yangi oilasi uchun bir idea jihatdan tayyorlik qilib olish mezgilini o'tirdi hazırlash va bu mezgilda bu ayolning sahibsiz qolmaslik, mas'ulsiz qolmaslik bir holatini qana qilish uchun, saqlash uchun shu buni iddet mezgili deb shuna bir belgilangan mezgil bo'lishi aniq. Har holda bundan boshqa nurg'un hikmatlar bo'ladi, ammo iddet tutish dal shu vajdan yo'l qo'yilgan hukm. Ya'ni ayol kishi bu mezgilda o'yinib olaydi. Er kishi o'yinib olaydi. Turmushni davom qilamizmi? Ya mushu buzgan peti, mushu ayrılgan peti ketemizmi? Agar ketish to'g'ri bo'lib qolsa, ayol kishimi kelgusizlikki yangi oilasi uchun ideya jihatini tayyorlab qilib, palani bo'g'idek, pukuni bo'lmog'idek deydigan bir o'yinish fursati bo'ladi. Ya'ni chiqiblam, xudini bilmaylam, achchiqida qarshi tarafni intiqom olish uchun bir xato qadamni afsamaslik uchun belgilangan bir vaqt bo'lishi mumkin. Yani şeriatni hammamizning Robbi bo'lgan shafqatli, mehribon Alloh subhanahu va taolo belgilagan bo'lg'achqa insonning psixik haqqini bu yerda faqat bekor qilmagan. Na erninki, na ayolninki. Har ikkilisining haqqini qo'g'digan asosda shariatlarni qana qilgan, belgilagan va eng go'zal shaklda masalani hal qilgan. Yani ikki tarafning bir-biriga nima bo'lmaydigan, zarar etmaydigan shaklda. Endi masalan Alloh subhanahu va taolo ilgirki oyatda bayon qilib bo'lgandan keyin endi 235-oyatda iddet ishidagi ayollarga qarata sirtdagi yot ayollar erlarninki muomala qilish qoidasini bekitib bizga nima dedi? "Wala junaha alaykum fima arradtum bihi min khitbatin nisa aw aknantum fi anfusikum alimallohu annakum ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور رحيم." أن ayollar iddet mezgilida shu ayolga qiziqadigan, shu ayoldan o'tib so'ldigan erlar bo'ladi. Bular akilib iddet mezgilida o ayollar bilan maxfiy kelishsa, deyishsa, tutishsa, ilgirki erining haqiqiy xiyonat qilgan, haqqi zarar ko'chirgan bo'ladi. Chunki u ayol ilgirki eri bilan
aileni davamlaştırılışı mümkün. Hem iddet mezgilinin içinde ayolning mas'uliyat haqqi ilgari kirdi bo'lg'achqa, bu vaqt yana bir kishilarning kelib uning haqqida javob qilish bo'lmaydi. Mushuni Alloh subhanahu va taolo bizga deb deydi. Ayollar iddet mezgilida ularga oshkor demay, daritmilgan şekilde, yani edep, ahlak dairesi içinde, başkalarının hak hukuku tecavüz kılmagan ahval aslında könglerini ifadelesin. Yani üzerinin köngünde, muşu ayalının iddeti tügüse, ben toy kılsam bulduğu okşaydı deydiğim bir yuşurun, niyet emez cuma, bir hiyal, yuşurun ifade saklasanla bunu da buna yok. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala sizlarni biladi, sizlar hamon eslab qolasizlar. Falonni qanday olib bugun. Chunki inson ya ammo walakin la tu'iduhuna mahfi qilishma. Unda deyilish, unda qililish xato. İlla an taqulu qawlan ma. Lekin adab doira ichida, chegir ichida gap qilsanglar bo'ladi. Shularning iddati tugunga qadar mushu ayolni men keskin olaman deb qalbda niyat qilish asla to'g'ri emas. Bunda qilmang. Alloh subhanahu va taolo qalbinglarni biladi. Buni bilinglar. Diqqat qilinglar. Bilinglarki Alloh subhanahu va taolo sizlarning ojizlik tarafinglarda, ya'ni o'zingizning imkoniyati yo'q taraflarda yuz berib qolgan ishlarni Alloh subhanahu va taolo kechiradi. Alloh halim zotdir. Endi oyatning 5ida ayollarga gap daritmasanglar bo'ladi. Yani yuşurun ifade kullansanlar buludu diyen söz ayetteki arrattum diyen sözün elinadi ki ayetten. Arrattum diyen her kanda gapni uçuk aşkar demezden ikinci mana bilen, üçüncü mana bilen yepek şekilde kana kılış, ifadeleş. Ama bu yerde mu Allah subhanahu wa ta'ala hissiyatlarga bir çıkış yolu bir vatıdır. Bu çıkış yolunu bilishmi, yani ikki tarafning manfaatini saqlagan asosdagi chiqish yo'lini bilish. Masalan, sen bir ayolni yaxshi ko'rsa, bu taloq qilin deb iddatning ichida. Lekin u boshqalarning tavalligida hozirda iddatning ichida o'g'atqa aslidagi eriga tava hozircha. Endi sen uning vaqtida o'zingning ko'ngildagini ifodalab herhalde karşı taraftaki bir eskertiş bir koymasan belki iddeti çıkıp gidip lan başkalarına kulup gidip kalışı mümkün. Veya bir adamın bunun nispeten bir kızıkışı var. Şu ayal mı manın ki asli kızıkışını bilmeydi. Bilip kalsa başkalarına tanımay bunu tanımaydı. Veya bir çıktılarının ki bir şahsen bir hakkı şekilleniyordu bir yerde. Allah subhanahu wa ta'ala muşunu saklavatıdır. Muşunu saklap aşkarga qilsam olmaydi. Çünkü o başkalarının ayolati iddat ichida. Endi gap qilmay tursa, fursat ayoldanmi ketib qolishi mumkin, ma erning qo'ldanmi ketib qolishi mumkin. Qanaqa qiladi? Bir chegara sizda Alloh subhanahu va taolo. Adab, qoida ishida. Ayolga ko'nglingni ifodalasan. Ya'ni uchiq aşkar shaklda emas, yepiq shaklda. Masalan, erinizin ağırlıp mesela iddet içindeyken hemen sizdeki Maşta Allah'itlik var ki maşta ayollar olup kalsa toyup kılıştığa ümidim battı digendek bir şekilde yani aşkara men sizin alime ya ki men sizin yaxşı görme ya ki men sizin toyup kılime digendek emez. Gap uçuk aşkara emez. Yepik şekilde karşı tarafka ko'nglini qanday qilsa bo'ladi ish bor. Yani ayollarni şu ayolni maqtab o ayolning sınavında Allah'itliginiz var ekan degandek bir şekilde ko'nglini ifodalasa bu bo'ladi. Yani ayol kişi ha bunun ko'ngli var ekan iddetim to'shsa menga kelish mumkin deb agar ayol shuni xalab qolsa, shu erni xalab qolgan taqdirda boshqani rad qiladi, bu yerda bir yo'l saqlanib qoladi. Yani ayolning bir fursati qo'ldan ketmaydi, erning fursatimi ham qana qilmaydi, qo'ldan ketmaydi. Yani fakat bu yerda Alloh subhanahu va taoloninki gapni ikkilamchi ma'noda, yani daritılgan şekilde, açık aşkar emas, yepiq şekilde ifadalasanlar bo'ladi degini, o'zining ra'yini, ko'z qarashini qarshi tarafga bildirib qo'yish va qarshi tarafning mo ideya jihatdan tayyorlik qilishga fursat berish. Ham buni boshqa erning tavalligidagi ayolning iddati to'shmagan bo'lgancha
u bir chegara bir yerda. Alloh subhanahu va taolo belgilagan bir chegara siziq bor. Bu siziqni desisa, yana bir erning haqqi faqat yaqinlashmasa ayolning va yana bir taraflarning haqqi, boshqa chiroyli, go'zal sizdek Allah ilgirki erining haqqini saqlanadigan, ayolning mo bir fursatlarni qo'ldan bermaslikka kafolatlik qiladigan, yana boshqalarning mo fursatlarni qo'ldan ketkizib o'tmaslikka qana qiladigan, kafolatlik qiladigan shaklda qana qildi sizda bu chegirni. Oyatda ayollarga elçuluş degan so'zni ifodalagan bir so'z bor. Min xidbatin nisa. Arabchadagi xidba, ha, ta, ba. Bu üç harfdan bir qancha xil so'z tuziladi. Xidba, xudba, xatba deb. Xidba degani hozir degandek ayollarga elçuluş degan ma'noda. Xudba desa boshqalarga buyuk masalalarni so'zlab nutq so'zlash degandek ma'noda. Xatba desa yuz bergan cho'ng, diqqatimga munosabatli ish degan ma'noda. Ya'ni bu ma'nodagi ya'ni ko'p odamga munosabatlik, zo'r hajmlik degan ma'noni o'z ichiga olgan bu so'zni elçuluş degan so'zga qo'llanilishi arab tilida, Qur'onda bu shaklda qo'llanilishi. Chunki mayli ajrishish, bulishash, masalan, yarashivelish, aileni yeniden kuruş, aileni buzuş, cemiyetinin umumi tertibiga bek münasebetlik bir iş. Cemiyetinin güzelliği, cemiyetinin ıslahı, cemiyetinin buzuluşu, ailedeki ahvalga münasebetlik. Aile yaxşı, cemiyet yaxşı. Aile tertibi qalaymakan, cemiyet tertibi qalaymakan. Şuna Kur'an-ı Kerim'de cık işlaq orun birilmeklik. Ama ailenin meselesi yepyeni yanısıgıca, çoğundan küçükçe tepsili var. Çünkü bir aile demek cemiyet demek. Bugün kurulgan bir aile 30 yıldan keyin cemiyetinin sahiplerini yetildirdiğin bir zavod oldu. Çünkü bugün kurulgan ailede 30 yıldan keyin 30 yaşlık cemiyetini idare kıladigan bir adam barlık gelişi mümkün. Ailenin güzel şekilde kuruluşu, ailevi meselelerinin hal kılınışı, cemiyetinin meselelerinin hal kılınışı hesaplanıyordu. Bu aileden naçar mal çıkıp kalsa, cemiyet mutlaka naçar cemiyet olurdu. Bu aileden yaxşı, süpetli mal çıkıp dediğin gap, kelgüsüdeki biz yaşaydıgan cemiyet mutlaka güzel cemiyet olurdu. Bu yüzden şuna ailevi meseleler, nikah, talak, miras meseleleri Kur'an'da şunçalik ehemmiyet verilgen ki, cemiyet güzel olsun. Cemiyetin kişileri baxtsiz qalmasin, xafalıqqa çönmesin. Qaçanki bir cemiyetni vayron qilmoqchi olsa, bir avlod oilalarni vayron qilgandan keyin o cemiyetga boshqa qurol, bu orqali hujum qilish ketmaydi. Darhollan o cemiyet buzilib, bir yerga berib tugaydi. Oyatning oxirisida alimallohu annakum satazkurunahun. Ya'ni nima uchun bu darajada sizni Allah subhanahu wa ta'ala chegaralar. Nima uchun bu hukmlarni bu darajada bekitilsa, inson haqqan taqvolikni da'vo qilsin, ojiz mahluq. İnsonning kallasidan har ishlar kechidi. Shu bu nuqtani Allah subhanahu wa ta'ala biladi. İnsonning ojizligini biladi. İnsonning ba'zi ishlarga o'zi xohlasin dastat solganligini biladi. Shu uni butunlay cheklash insonning yaratilma tabiatiga zid. Faqatlam uningga to'g'ri yo'l tepirish, insonning hissiyotiga, insonning ichki dunyosiga mangdigan to'g'ri yo'l tepirish eng aqlona chora. Alloh subhanahu va taolo buni asl totidiki, Alloh sizning mashta qildiganligini biladi. Shunga sizlarga yo'l tepirib o'tadi, mangdigan yo'lingni ma'vo. Ammo qanday qilmanglar? Wala la tu'iduhunna sir. Ya'ni maxfiy ular bilan qanday qilmaslik, va'da olmaslik. Haqni ayoli hozir iddatning ichida. Sen çoxum başqalarga bilmem söz vermeyse elçilik kirse qabul qilmaydi, men seni olaman degandek maxfiy kilishib olish asla to'g'ri emas. Bu bir xato ish. Ya'ni ochiq oshkor masala yo'q. Ya'ni masalani oshkor o'tirib qo'yish bu xato. Iddatning ichida. İlla an taqulu qawlan ma'rufa. Ammo normal adab axloq ichida qarshi tarafning haqqiga tajovuz qilmagan ahvol asl normal gap qilsanglar bo'ladi. Masalan, uni men sizni olaman, menga teging degandek emas, chunki bu haqni ayoli taqat iddatning ichida. Faqat sizdek ayollarga to'y qilgan batdi, mening turmushim, kelgusida menda turmush planim batdi, buningga siz uyg'un keladingiz degandek boshqalarga
o'zining o'y fikrini bildiradigan bir holatda, shu doiradan chiqib ketmagan holatda qanaqasi bo'ladi desa bo'ladi. Chunki o'ylan bilamiz, taloq yoki eri o'lib ketgan vaqtda, taloq qilingan yoki eri o'lib ketgan vaqtda ayollar shunchalik hassos, shunchalik nozik bo'lib qoladiki, eng inchki gapni qana qila oladi, tushuna oladi. Chunki uning kallasi shu doir. Chunki eri vafot topdi, yolg'iz. Qanday yashaydi? Masalan, yoki taloq qilindi, yangi oila masalasi haqida har narsani o'ylaydi. U vaqtida eng oddiy signal, eng oddiy usul mencha ayollarga qana qiladi, yetib boradi. Shunga shu yetarlik. Ammo uningdan o'tib oshkorlikqa o'tish to'g'ri emas. Chunki u iddatning ichida boshqalarning tavalligi deb bo'lgan bo'ladi. Yana Alloh subhanahu va taolo masalani texmi aniq o'tirib qo'yadi. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب. Endi sizlar ko'nglinglarni oshkora demaslik cheklar, deyish cheklandi qo'y. Endi masalan bizga o'tib erlarga deydi. Erlarga deydi. Oshkora holatda yana demaslik xato bo'lgandan boshqa texmi bizni ishtiryotdi. Chek-chegirdan yiloqlashtiryotdi. Haliga ayollarga taloq qilingan yoki erilib ketgan ayollarga oshkora narsani oladi deyish qo'y. Xato, hatto sizlar dedilar. İddeti to'shqan qadar keskin mushu ayolni olaman deb niyat qilish ham to'g'ri emas. Ya'ni iroda qilish to'g'ri emas deydi. Ko'ngildagi ikki arzu, xiyol bilan keskin. Sada mushuni og'an degan bir iroda ikkisining farqi bor. Mushu ayol taloq qilinibdi, iddeti to'shsa oson bo'ladimi? Qanaqa qilsam bo'lar? Ko'ngildagi bunda niyat, arzu, umid boshqa. Keskin iroda, og'an mushuni. Olaman zodi bu xato. Yani bu yerdeki Allah subhanahu wa ta'ala bu ahkamlar orqali bizga nikoh bosqichlarini deb berayotgandek. Birinchi bosqichi taloq qilingan yoki erilib ketgan ayollarga nisbatan bizning qiladigan, agar shu ayollarni to'y qilmoqchi bo'lsak, birinchi qiladigan ishimiz qarshi tarafga doritilma shaklda maqsadimizni qana qilish ifodalab qo'yish. Bu bir. Ikkinchisi iddati chiqib bo'lgandan keyin kesin bir qarorga kelish. Uning oldida bir qarorga kelishga bo'lmaydi. Uchinchisi, undan keyin iddati tugidi, an rasmiy uch shaklda elchi bo'lish, ma'qul deb qo'shilsa shu vaqtda qana qilish, nikoh qilish. Mana ma shaklda ayolning burunqi erining haqqi mo saqlanadi. Ayolning mo mahrimiyati qo'g'diladi. Yani o'zining o'yinni olish fursati, sahipsiz qolmaslik ve tanlash fursati hammasiga fursat beriladi. Ve qo'ldagi fursatning ketib qolmaslik imkoniyati yaratildi. Her şey güzel bir yo'lga qana qiladi, kiradi. Bu Alloh subhanahu va taolo bu orqali bizga ijtimoiy jamiyatdagi to'y qilish, nikohlanish, nikohdan ajrashgandan keyin ayollar nikoh mushlarning hammasini bir tartibga, nizomga qana qilmoqchi, akirmoqchi. Ya'ni bu yerda bizga shuni eslatadiki, burunqi erining haqqi va mas'uliyati bor. Ayolning haqqi va mas'uliyati bor ve boshqalarning haqqi va mas'uliyati bor. Her odamning haqqi qo'g'dilishi kerak, mas'uliyatni ado qilish kerak. Mushular Alloh subhanahu va taolo bizga belgilab bergan ahkomlarga amal qilgan vaqtimizda, hukmlar bo'yicha mangan vaqtimizda an qo'g'diladi, an ijro bo'ladi. Buradaki bizning diqqatimizni tortgan bir masala iddat tugaganga qadar sizlar qarshi tarafni elishni, nikoh qilishni kesin niyat qilmanglar, kesin bir irodaga kelmanglar degan ma'noni ifodalagan oyatda azama deb bir fil qo'llandi. Azama degan nima desa, masalalarni atrofliq o'ylab, oldini, keyinni o'ylab, mas'uliyat, majburiyatlarni o'ylab turib, eng oxirgi bir qarorga kelish. Men bu ayolni olaman. Mening oilam bo'ladi, bolalarimning onasi bo'ladi. Ömürlük hemrayim bo'ladi. Yo'lliq olaman. To'yliqini birib olaman. Buni iffatlik bo'lishga kafolatlik qilaman. Mushlarning hammasi
Oyatdagi azama degan fe'l ma'noga o'siga olgan bir irodaga kelish uqumi shu. Ya'ni bu yerdan bizga bir signal beradi Alloh subhanahu va taolo oyatdan to'y qilish. Ya'ni yuqorqidek mas'uliyat asosida to'y qilish, to'liq to'y qilish. Ammo shularning birisi kam qolganida. Ya'ni masalan vaqtliq. Men turib qopdimi? Alayqini, ya bo'lishami, ya qanaqa o'taman, qo'yitaman. Bakato'g'cha olib qo'yay. Menda boytaq o'sam o'tdi ekanman. Ya men shaharda o'qishim tugab bo'lguncha, qaytib bo'lguncha bir qanaqama yolg'iz qolmay degandek vaqtliq yoki vaqtliq ko'ngil xushi degandek mas'uliyat asosida bo'lmagan har qanday to'y ma'qul bo'ladi. Shuningga islomda mut'i nikoh deb cheklangan bir nikoh bor. Ya'ni vaqtliq deyishib, anchaylik, manchaylik, andaq-mundaq, mana to'y 6 oylik to'y qilamiz, 1 yillik to'y qilamiz degandek bu kesin qana qilingan, harom qilingan. Buni nikoh deb atash vaqtliq ko'ngil havasi uchun shakl jihatda olamiz, kelishsak, kelishamisak, qo'yitamiz degandek iboralar bilan bir qilibqa bir chapan ko'kizish amaliyotda zinoni qana qilish, qonunliqlashtirish shakli bu amaliyotda. To'g'ri, ularning niyatini o'qilolmaganligin shakli jihatda guvochni akilib, qarmoqqa shakl jihatda normal to'yda qilgani bilan, ammo niyatida asaniyatlar bo'lib qolgan ahvol ostida buning jazosini Alloh subhanahu va taolo o'zi beradi. Oyatda takror Allah subhanahu wa ta'ala eskertiyotdi, signal beryotdi. Va'lamu annalloha ya'lamu ma fi anfusikum deyotdi. Ma oyat bekor deyilgan oyat emas. Qalbinglarni Alloh biladi, buni bilib qo'yinglar deyotdi. Fahzaruhu deyotdi, diqqat qilinglar. Buning hammasini bo'lsa, erning yoki ayolning bir oilani qurgan vaqtdagi samimiyatiga bo'lgan chaqiriq. Samimiyatiga bo'lgan eskartish. Qonuniy jihatda qonunlik qildim-ku, nikohlab qildim-ku, guvochlan qildim-ku, mehr verdim-ku, bu hammasi shakliy masalalar. Bu bir tartib, bir qonun, bir hukm. Bu bo'yicha qilishing kerak. Ammo buningda muhim bo'lgan bir nuqta oyatdagi. Men takror deyapman, azm. Ya'ni erdimi mushu oilani haqiqiy niyatlanib qurish niyati bo'lishi kerak, davomlashtirish niyati bo'lishi kerak. Astoydil, samimiy qarash kerak bu oilaga. Ayoldimi shunda niyat qilish kerak. Ayolmi vaqtli to'yni qilib, pulusini olsam, bir yildan keyin qablashamo ajratsam, yana birga tegsam, bu asla to'g'ri emas. Er kishimi vaqtli ko'ngil xushi yoki bu har qanday bir sabablar bilan men bu ishni qilsam, o'tib ketsa, bu to'g'ri emas. Ya'ni bu yerda Alloh bizni talab qilayotgani mas'uliyat asosida qurilgan bir oila bo'lishni qanaqadir talab qilyapti. Cho'qim cho'nqur o'ylanish kerak to'yning oldida. Mas'uliyatlarni birdan-bir ko'z oldidan o'tkazish kerak. Buni mening kelgusim deb o'ylash kerak, hayot sherikim deb o'ylash kerak, bolamning onasi deb o'ylash kerak. Taxmin yaqroq degan vaqtda oxiratga mangadigan yo'lim deb o'ylash kerak. Chunki insonning hayoti shu shaklda boshlanadi, shu shaklda davomlashadi va shu shaklda oxirlashadi. Buning hammasi insonni yana jannatga kirgizadigan ishlar bo'ladi, yo do'zaxga kirgizadigan nimalar bo'ladi, ishlar bo'ladi. So'ngashqa takror ahkomlarni o'ntib bo'lib, qoidalarni bekitib bo'lib, hukmlarni bekitib bo'lib, Allohning oyatining oxirasida nima deyotdi? Va'lamu, shuni bilinglarki, ma ifoda qaranglar. Shuni bilinglarki, Alloh ko'ngilinglarni biladi. Bu nikohga qanday qarag'an bo'lsa, Alloh buni biladi. Fahzaru. Buning o'yin shaklida qaramanglar. Astoydil muomala qilinglar. To'yni to'ydek bilinglar deb eskartish beryapti bu yerda. Ondan keyin insondagi ba'zi bir insoniy ojizlik tufaylidan yuz beradigan ba'zi kamchiliklar, ba'zi qusurlar bo'ladi. Alloh inson samimiy bo'lib qolsa, inson butun imkoniyati bilan tirishib, oilaga yuzlanib, qo'ldan kelganini qilib samimiy bo'lib, qilinmay qolib qolgan taraflari, o'tkazib qolgan xatoliklarni Alloh oyatning oxiridagi g'afurun halim. Alloh subhanahu va taolo g'afurdur, halimdir deganda, u yana Alloh kechiradi. Ammo niyatimiz maslab qolsa, Alloh buni hargiz kechirmaydi. Alloh hammalarni mas'uliyatli kishilarning qatoridan qilsin. Oilamizni, kelgusi jamiyat
salih cemiyetning asosi bo'lgan oila qilsin. Oilamizni bizni jannatga olib boradigan bir musofa marhala qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.